Botuxon tarix sahnasiga shovqin bilan emas, sokin qadamlar bilan, lekin o'nlab xalqlarning taqdirini o'zgartiradigan kuch bilan kirib kelgan. Yevropa yilnomachilari uni Sharq bo'roni deb atagan, lekin bizning qadim dashtimiz uni butunlay boshqacha eslaydi. Botuxon Chingizxonning eng xotirjam, eng sovuqqon, eng uzoqni ko'ra oladigan nabirasi edi. Uning yurishlarida biror keraksiz qirg'in, yo'qotish yoki o'ylamasdan qilingan harakat bo'lmagan. O'ylanmay qilingan qaror bir imperiyaning tanazzuli, o'ylanmay bosilgan bir qadam minglab yillarni o'zgartirishga qodir ekanligini anglab yetgan sarkarda edi. Tarixda u ko'pincha faqat jangchi sifatida tasvirlanadi, ammo Botuxon nafaqat jang maydonida mohir jangchi, balki boshqalarning fikrini o'qishda ham qobiliyatli edi. U Jo'chining o'g'li bo'lsa-da, Chingizxonning butun sulolada eng ko'p ishonch bildirgan nabiralaridan biri bo'lgan. Botuxon mehribon emasdi, yovuz ham emasdi. U boshqargan qo'shinning katta qismi turkiy qabilalardan iborat bo'lib, bular asosan Qipchoq, Nayman, Qo'ng'irot, Qarluq, Qiyot va boshqa urug'lardan iborat edi. Uning yengilmas, kuchli tartibga bo'ysungan lashkari butun yevropaliklarning yuragini vahimaga solgan edi. Yevropa tarixchilari butun dashtni tatar deb atagan xalq bu turkiylar edi. Ularning tatar deb atashiga sabab turkiylar bosqinidan vahimaga tushganliklari va qo'rquvda bo'lganliklari edi. Keyinchalik tartar deb ham ataganlar. Tartar so'zi Yunon mifologiyasida jahannamga o'xshash qorong'u joy ma'nosini anglatgan. Shuning uchun yevropaliklar va ruslar sharqiy dasht turkiylarining vahimasidan qo'rqib, ularni umumiy nom bilan tartarlar deb ataganlar. Yilnomalarda qayd etilishicha, Botuxon qo'shini qishning qoq o'rtasida Volga daryosidan o'tgan vaqtda sovuq shu qadar kuchli bo'lganki, daryo muzlab lashkarga yo'l ochadi. Vengriyada esa hujumlar shunchalik tez va muvofiqlashtirilgan bo'lganki, mahalliy hukmdorlar vaziyatni anglab ulgurmasdan davlat boshqaruvi izdan chiqqan. Ammo eng hayratlanarlisi, Botuxon g'arbga yurishni davom ettirmadi. U Yevropani butunlay egallash imkoniga yaqin turgan paytda qo'shinini ortga burdi. Chunki ayni o'sha pallada buyuk xon O'gedey vafot etgani haqidagi xabar keladi. Imperiya qonun-qoidalariga ko'ra, bunday vaziyatda eng yirik sarkardalar va shahzodalar qurultoy masalasi uchun sharqqa qaytishi zarur edi. Shu tariqa Botuxon bir kechada g'arb devoriga tiralgan qilichini ortga oldi. Bu tarixda kam uchraydigan jasorat edi. Shaxsiy ambitsiyani emas, imperiya intizomini tanlash. Oltin O'rda deb atalgan ulkan davlat aynan Botuxon qo'li bilan qurilgan siyosiy mexanizmdir. Bu davlat Qrimdan Irtishgacha, Volgadan dasht Qipchoqgacha, Rossiya shimolidan Qozog'iston dashtlarigacha keng mintaqaning siyosiy ruhini o'zgartirdi. Bu yerda davlat tili turkiy Qipchoq tili bo'ldi. Oltin O'rda pul tizimi, harbiy tuzilma, diplomatik maktablari bilan ko'plab Yevropa davlatlariga o'rnak bo'ldi. Hatto rus knyazliklarining keyingi shakllanishi ham Botuxon siyosati ta'sirida yuzaga kelgan. Botuxonning xarakterli xususiyatlari, noyob fazilatlarini tarixchilar e'tirof etib keldi. Botuxon qarorlarida qasosdan ko'ra sabr va aniq hisob ustuvor bo'lgan. Masalan, Rim papasi tomonidan yuborilgan elchilar keskin maktublar bilan kelganida ham u kuch ishlatish o'rniga ularni tinglab omon qaytargan. Bu 13-asr uchun hech uchramagan diplomatiya edi. Botuxon shu bois tarixda nafaqat lashkarboshi, balki sovuqqon davlat arbobi sifatida eslanadi. Botuxon o'sha zamonda nafaqat harbiy yetakchi, balki siyosiy muvozanatni saqlay olgan davlat arbobi sifatida ham namoyon bo'lgan. Botuxonning tarixiy obrazi zo'ravonliklardan ko'ra tartib, intizom va siyosiy mas'uliyat bilan bog'liq bo'lgan. Tasavvur qiling, Yevropani egallash imkoniyati bo'la turib, o'z tartib intizomiga sodiq qoldi va hatto dunyoni o'zgartirish pallasida turgan bo'lsa-da, ortga qaytdi. Uning kuchi vujudida emas, qarorlarining oqibatini tushunishida edi. Bugun tarixni qayta o'qiyotgan olimlar shunday deyishadi: agar Botuxon Yevropadan qaytmaganida, dunyo xaritasi butunlay boshqa shaklda bo'lardi va bu haqiqat.